Ichki kuch qonuni darsligi. Ichki kuch bu qattiqlik emas. Ichki kuch bu bosim emas. Ichki kuch bu o'zini ushlab turish emas. Ichki kuch bu ichkarida turgan tayanch. Bu qaror, bu yo'nalish, bu o'zini boshqarish. Ko'p odamlar kuchni tashqaridan izlaydi. Boshqalarning tasdig'idan, natijadan, maqomdan. Lekin bu kuch emas, bu bog'liqlik. Bog'liqlik bo'lgan joyda inson tez sinadi. Chunki tashqi narsa o'zgarsa, u ichidan yiqiladi. Ichki kuch esa o'zgarmaydi. U insonning ichida yoqiladi. Ichki kuchning asosiy belgisi inson o'zini tashlab ketmaydi. U qochmaydi, u bo'linmaydi. U o'z yo'lida qoladi. Ichki kuch bu o'z so'zida turish, o'z qarorini ushlab qolish, o'z tanlovini buzmaslik. Bu kuch zo'ravonlik bilan emas, aniqlik bilan ishlaydi. Ichki kuch bo'lmagan joyda inson ko'p boshlaydi, lekin tugatmaydi. U ilhomga bog'lanadi, kayfiyatga bog'lanadi, boshqalarning fikriga bog'lanadi. Shu sabab natija uziladi. Ichki kuch bor joyda inson kayfiyat bo'lmasa ham harakat qiladi, chunki u o'zini boshqaradi. U o'z ichida rahbar. 3-markaz bu ichki olov. Bu olov toza bo'lsa, insonning ko'zi yonadi. Ovozi kuchli bo'ladi, qarori aniq bo'ladi. Ichki kuch o'zini himoya qiladi, lekin tajovuz qilmaydi. Ichki kuch shoshmaydi, lekin to'xtamaydi. Ichki kuch o'zini ayblamaydi. U o'rganadi, u tuzatadi, u davom etadi. Ichki kuch bo'lsa, inson ichida tartib paydo bo'ladi. Bu tartib hayotni yig'adi. Tartib bo'lsa, energiya tarqalmaydi. U to'planadi. To'plangan energiya natija beradi. Ichki kuch bu ichki intizom, lekin sovuq intizom emas, tirik intizom. Men tanladim, men qilaman, men tugataman. Mana shu ichki buyruq ongni bir joyga jamlaydi. Ichki kuch bo'lgan inson boshqalarni ham boshqarmaydi. U o'zini boshqaradi. O'zini boshqargan odam hayotni ham boshqara boshlaydi. Chunki u ichkaridan tartibga kiradi. Ichki kuch qonuni shuni aytadi. Kuch tashqarida emas, kuch ichkarida. U yoqilsa, identitet mustahkam bo'ladi. Iroda uyg'onadi. Ta'sir paydo bo'ladi, natija keladi.